Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qatarlik Facebook'dagi dunyoninki har qaysi joylaridagi Uyg'urcha anglab tushunadigan, yozadigan, kitoblarni o'qiydigan bir so'zning oldi keynini quloq solib tingshaydigan qadarli qarindoshlarim, hammanglarninki mushu vaqti, bundan keyingi vaqti ikki dunyolikka xayrli bo'lsin, qadarli qarindoshlar. Ben Abdülaziz Beştoğrak, İstanbul'dan Özgürler sitesideki üyemden sizlerge salam beriyatım. Meninki bugün başlamakçı bolgan sizler bilen birlikte başlamakçı bolgan ders İslam nedir? Kur'an'a göre İslam nedir degan bu ders qadarli qarindoshlar. Bunu anlaşını xalamaydiganlar bir yerden şikayetsanglar buludu, kulağınlığa bir narsa tıxıvasanglar buludu qadarli qarindoshlar. Ama mende yok, bizde yok gaplarni qilib töhmet qilsanglar, bizning günahimiz az edi, sizlarninki günahinglar Allah'ın oldida o'zinglar hisob bersizlar. Shunlashqa biz o'zimizninki qilayotgan ishini davomlashtiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh deb. Unda bo'lsa, bu qo'limdagi hozirgi bu kitob Kur'an'a göre İslam nime degan kitap. Üstü qarasanglar, siz Kur'an'dan bu sualni so'rab baxdingizmi? İslam nime? Mustafa İslam oğlu. Ustozning kitobi. Bu aslida Türkçe yozilgan kitap. Bu kitap to'g'riliq men so'zlab o'tdim. Buningki 2000 dani besib taqitliganligini dedim. Bazı qarindoshlarimiz qattiq buningdan biyaram bo'lib, aqski kitapның ahırkı betini, yani teşinin ahırkı teşideki avzaslarını kürep, okup, kantık köңlü yerim bulap, onundan başqaça yekvillerini çıkarıp, xulasıları kep kaptım. Şuna ben qarindoshlarga, ben o qarindishimiz men tanıyman. Abdullah Yalqun degan marka bilan o'rtaga chiqig'liq, o'zi İrfan O'tkir degan qarindishimiz. Men başka bir marka yaratmaqliq. Özümning ismi şu Abdülaziz Beştoğrak degan bo'yicha men mushundaq yashab kelyapman. Ata-onamizga qo'ygan ism shu. Shunga mening ortiqcha boshqa gapim yo'q. O qarindishimni yaxshi ko'raman. O'zi qattiq tirishchan, to'g'may bir ishlarni qiladi. Shunlashqa bizmi o'zimiz Allah bizga bergan aql, öğrengen bilimlerimiz şu yusunda bizmo to'xtovsiz ishlarni qilyapmiz. Shunlashqa o'zimizning qurbati yetadigan ishni qildik, qurbatimiz yetmaydigan ishlarga kirishamiz qadarli qarindoshlar. Biz bu İslam nima degan kitobni hech qanday tarjimani o'qimaydigan yoki bo'lmasa bire tahrirlik yoki tercim işini qilib bakmagan adam qilgan ishi yo'q. Bu kitobning tercimesini Batur Qarixonli qarindishimiz qilgan. Boshqa qilgan tercime eserlerimi bor, nihoyat yaxshi, obdan chiqig'liq tercime. Shunga bu 2000 dana besilib taqalgandan keyin qo'llangan bu kitobni ep baqib o'qishni xohlaganlar yoki bo'lmasa e'tiroz yoki bo'lmasa bir yeri xato ekan, andaken, mandaken bu kitobda Qur'on ko'ra manda yozibdi. Mening mazhabimga yoki boshqa bir olimga burun o'tib ketgan olimga ko'ra bu kitobning mayrida manda xatolik bor ekan deb yozsanglar, ayrim bir kitob qilib, sizlar uchun o kitobni nashr qilsanglar bo'ladi uchun. Onu biz qo'lingizdan tutib olmaymiz. Shunlashqa nihoyat sipoy chiroyli axloqqa munazir axloqiga uygun holatda bir adamning shaxsiyatiga hujum qilmagan holatda shunday qilsak bo'ladi bu ishni. Chunki bu o'rganish jarayoni. Undan keyin bu inson degan o'zgaradigan narsa uchun Allah subhanahu taala insonni o'zgartirdi. Agar o'zgarishni xohlasa. Şu insanma özlüksüz o'rganish jarayonida o'zining burun xato deb bilgan narsani to'g'rilashga yoki bo'lmasa to'g'ri deb yurgan narsaning xato ekanligini his qilgandan keyin uni yana to'g'risining o'rniga qo'yishga mukallaf hamda u inson shunday qilmag'adi. Shunda o'g'ancha ilm bo'ladi, izlanish bo'ladi.
Biz mi üzlüksüz izleniyatımız, biz meyli nerede yaşaylı şiyadaki aşağıdaki vaxtımızda puristimizni qimmatlantirib, qimmatga ega qilish uchun üzlüksüz tirishvatimiz. Hazır biz 2008'den beri Türkiye'de. Şu Türkiye'deki alimlarınki kitaplarını köydük, okuduk, anladık. Anlagandan keyin biz şu ömrümüz hemmisiga yetmeydiken Şolaşqa Mustafa İslam oğlu ustazning kitabını tercüme qilib, xalqimizga taqdim qilayli. Mandaqma o'ylash baken, mandaqma tafakkur baken deb o'rtaga sunib qo'ydik. Bizningki aqimizda bizga ergishib ketib, biz millatni parchalamak darajada bitar qilgan bir ish yo'q bizning uchun. Şolaşqa xotirjam bo'linglar. Din kimning degan chaqda bu savolning javobiga biz din bizning dinimiz, din bizning degan vaqtimizda bu narsani biz o'zimizning qilib olgan vaqtimizda o chaqda hamma narsani o'zimizcha, uning ustiga tangadigan, o'zimizcha uni nima qilgan holatga, monopol qilib olgan holatga yetdi. Shunga din bizning emas, din Allohning dini, islom dini. Shunga biz uchun Alloh subhanahu taolo o dinni islom dini qilib tanladi. Şunlaş qarindaşlar, bu biz ijoladigan yoki fenni olimlar yoki bo'lmasa fenni odamlar o'zininki matematikasini, fizikasini qilsin. Ashuni qilsa, mashunga biz qilgan shu diniy jihatdan qilgan xizmat o'xshash savob beriladi deydigan gap yo'q o'rtada uchun. Din har bir odam uchun keraklik. Fenni olim uchunmi din keraklik? Özü poşkalçı dini alim için mi yine din kereklik için. Hemmisi için kereklik. Ama kanda kullanış meselesi var. Şuna ben o kardeşimizin ki dinni suistimal kılmakla diyen gibi koşulmam. Biz dinni suistimal kılınmaz için biz bu övünüşünü devamlaştırıyoruz. Şuna kardeşler bu tercüme kılan kitabının ki içindeki kiriş sözünü biz beşida okugan. Bugün şuna kiriş sözünü qaytadan o'qishni qaytadan o'qisak buni keyin o'qamiz. Biz bu kitobninki islom va iymon asoslari degan bo'limidan 3 mazmunni o'rganib o'taylik qadrli qarindoshlar. Gapni chechib o'tishning hojati yo'q. Islom nima, musulmon kim degan savolga bu kitobda berilgan javob nima ekan desa, anlab bakmanglar qadrli qarindoshlar, %100 to'g'ri deb qabul qilmanglar. %100 to'g'ri degan narsa Qur'oni Karim. Islom nima, musulmon kim? Islom e'tiqod sistemasining ismi. Muslim yoki musulmon islom e'tiqod sistemasiga tabiiy kishiga berilgan ism. Ya'ni muslim yoki musulmon angliq va ixtiyoriy holda Allah'a teslim bo'lgan kishini bildirdi. İslam Allah'a şərtsiz boysungan kişilərinin dini deganlik bo'lib, İslam ibarəsi 3 yıldızdan türləngan. Silim, yəni tinchlik, teslimiyet, Allah'a şərtsiz teslim buluş, salamet, ebedi nicatlıqqa erishish. İslamda bu 3 hukmni öz ichiga olgan holda mundaq tushuntirishga bo'ladi. İslam dunyoda tinchlik, oxiratda abadiy nijotlikni qo'lga keltirish uchun Allohga shartsiz taslim bo'lish dinidir. Bo'lish yo'lidir. İslam dunyoda tinchlik, oxiratda abadiy nijotlikni qo'lga keltirish uchun Allohga shartsiz taslim bo'lishning yo'lidir. İslam kelimesinin ma'nosi tinchlik bo'lib, muslim yoki musulmon bu tinchlikni ichida va teshida yashagan tinchlik elchisi deganlik bo'ladi. Ya'ni islom kelimesinin ma'nosi tinchlik bo'lib, muslim yoki musulmon bu tinchlikni ichida va teshida yashagan tinchlik elchisi deganlik bo'ladi. Halimizga qarasak, buni bilalaymiz, biz nima ichida ekanmiz. İslam haqiqatni topshirganlarning emas, haqiqatga taslim bo'lganlarning yo'lidir. Ya'ni haqiqatni topshirganlar bu mening boqcham yoki mening deb oladi. Haqiqatga taslim bo'lganlar o qanday qiladi?
o şu İslam nimesi bu işin mana demdi. İslam insaniyetning o'zgarmas qimmatlarining ismi bo'lib, insoniyat tarixidagi barliq to'g'rilarni o'z ichiga olgan yo'ldir. Mabak muhim gap. İslam insoniyatning o'zgarmas qimmatlarining ismi bo'lib, insoniyat tarixidagi barliq to'g'rilarni o'z ichiga olgan yo'ldir. Alloh huzurida maqbul yashash shakli. Ali İmran 19. ayet. Allah razı bo'lgan dindir. Maide 2. İslam ahlak, itiqad, ibadet ve kişilik münasebetki dair belgilimeleri bilen bir bütün sisteminin ismi bulup Sure Bakara 208. ayet. Her mümin İslam'ni bir bütün hayat şekli süpütüde hayatıga tatbiqlaşı gerek. Bakara suresi 85. ayet. İslam yaratquchini inson idrokining markaziga qo'ydi. İslam yaratquchining insonga aql, iroda, vijdon berganligini, insonning yaxshi yomonni ixtiyori holda tanlash irodasining borligini qabul qilganlarning yo'lidir. Yaxshi yomonni tanlash iqtidorining borligini qabul qilgan. Özünü təslim qılıb etib, başqalar üçün nemidiz şunu qılırlardı emas. İslam dinlərdən bir din emas. O, Allah tərəfindən əvətilgən, elçilər dəvət qılğan, insaniyyətə tonuş bolğan ortaq qimmət və toğralar halqısının ismidir. Həcc 78. ayet. İslam keng dairede kainatni Allah başqurgan sisteminin ismidir. Fussilat 11. ayet. Kainatta toqunuş emas, aksice maslashish hüküm sürgen bolsa, bu kainatdagi mislisiz tertip ve sisteminin namayandisidir. Maslashish ve sistemidin söz içilgan bir yerde tuluqlaşdan söz qılıngan boludu. Maslashishchan mavjudiyatning bir-birini tuluqlashishi ularning islomiyati, ya'ni taslimiyati deb qaraladi. Rahman 6. ayet. Muslim hem öz ichki dunyosida hem tashqi dunyosida tinchlik ve xotirjamlikni barpo qilish uchun angliq ve ixtiyori holda Allah'a teslim bo'lgan kishini ko'rsatdi. Muslim hem öz ichki dunyosida hem tashqi dunyosida tinchlik ve xotirjamlikni barpo qilish uchun angliq ve ixtiyori holda Allah'a teslim bo'lgan kishini ko'rsatdi. Yani musulmon bo'lib tug'ilib qolgan emas, angliq holda deyapti. Muslim yegana ilahqa iman etgan ve onun buyruqlarini şərtsiz halda qanaqıgan hayatıga tətbiqlagan kişi. Yegana Allahqa iman etgan ve onun buyruqlarini şəksiz halda hayatıga tətbiqlagan kişi. Müslüman buluş, köngli xalığanın ornuğa Allah xalığanını qoyuş, yoki qilish deganlik bo'ladi. Musulmon o'zi xohlagan, ko'ngli xohlagan narsani qilishning o'rniga Allah xohlagan narsani qo'ygan, qilgan kishining ismidir. Musulmon bo'lish bir yerga ketish emas, o'ziga qaytishni ko'rsatadi. Allah'a şərsiz təslim bo'lish yo'li bo'lgan islomni hayat shakli deb qabul qilgan har qanday kishi Muslim yoki musulmon deb ataladi. Allah her davrda o'ziga samimiy holda ishonganlarni va buyruqlarini ado qilganlarni muslimin deb atagan. Həcc 78. ayet.
Kişinin Müslüman buluşu insanın Allah'a lütfu emas, del aksice Allah'ın insanı kılgan lütfudur. Hucurat 17. ayet. Kadirli kardeşler, birinci sualın cevabı hoş iken, İslam nime, Müslüman kim degen sualın ki, mayada bir nokta var. Müslüman buluş bir yere ketiş emas, üzüge qaytishni ko'rsatadi degan gapchim. Ya'ni fitratga. Ana Müslüman bo'lgandan keyin o'zi ko'ranglab ketib, qattiq men jannatga tushmay kirib ketdim, yoki bo'lmasa mening gunohlarimning hammasi tövbe qildim ben. Tövbe qilmagan guylar debchi, yoki bo'lmasa Müslüman bo'lmagan yoki islom dinini tushunmagan odamlarni kelmas tillab ularni haqqiga kirilgan ishni qilmas kerak qadrli qarindoshlar. Bu Müslüman degan bulvoladigan bir narsa emas bu-chu. Yoki bo'lmasa bir masjidga kirib la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deganni elib, shahodatni elib ya ma'lum bir universitetni o'qib, islomiy bilimlardan shahodatni elib, undan keyin men en taqvo, en no'jsiman deb oladigan yoki-chu, men bundan keyin Müslüman deydigan narsamiz. Shunlashqa, ashunda bulishga tirishimiz, ammo bak cho'ng so'zlarni qilib kelsak, bo'lmaydi qadrli qarindoshlar. Balkim ata biz kafir bo'lib qolishimiz mumkin, shunda bir ishni qilib qolishimiz mumkin. Eng oxirgi tinimiz qadar qandoq yashashimiz bak muhim. Shunlashqa cho'ng so'zlasak bo'lmaydi. Ya'ni bugungi nima quloqni atki munguz eshib ketdi deydigan gapmi bor. Shunlashqa uzluksiz uygansak Allah subhanahu taala bizge öğütüdü, aklımızı, zihnimizni açıdı, yolumuzni kolaylaştırıp durdu. Hem de ikinci sual. Nimile İslam emas degan sualken qadrli qarindoshlar. İslamni faqat bir itiqad deb qarashga bo'lmaydi. Yani meni jubbidayla elib, meni bu itiqad deb qarashga bo'lmaydi deb deyishga tayyor bo'lsa bo'lmaydi qadrli qarindoshlar. Aqsini o'qiydi. Bir savolning javobi qanday berilibdi? Qani quloq solaylik. Nimalar islom emas? İslamni faqat bir e'tiqod deb qarashga bo'lmaydi. İslamning e'tiqod belgilamalari bor. Uningdan boshqa islomning yashash prinsiplari bor. Chunki islom hayotning har sohasini o'z ichiga olgan hayot sistemasidir. İslam bir bütün ve tabiiy holatda hayotga tatbiq qilinadi. İslam yaratuvchini inson idrokining markaziga tutadi. İslam bir iloqa iymon etish va uning buyruqlarini ado qilishni markaziy o'ringa qo'ygan bir koinot tushunchasidir. İslam yaratuvchining insonga ilm, aql ve irade bergenlikini, insanın yaxshi yamanni tanlash iradesi boğallıqını qabul qilgan. Yer şarivi tinchlik yoludur. Bu tarifi bilen İslam faqatla insanın itiqad dünyasıga emas, hayotiga hitap qiladi. İslam faqat itiqad asoslarini o'z ichiga elib qolmasdan, yana muomala prinsiplarini öz içiga aladi. İslam iman ve ameldir. Fakat itiqadda güzel buluşluğuna emas, muamelede güzel buluşunu maksat kılıdı. Leyl 5. 6. 7. ayetler. Şunlaşqa ben amenu ve amilus salihat deb salih emel salihatlar bilen iman daim birge kılıdı qadrli qarindoshlar. Men amenu ve amilus salihat. İslamni faqat vicdan darajasiga tushirib qo'yishga bo'lmaydi. Nimishqa degan chaqda vicdan ilohning uyidir. Allah insonning vijdoni orqali insonga gap qiladi. İslam insonning vijdoniga xitob qiladi. Vicdan orqali insonga gap qiladi. İslam insonning vijdoniga xitob qiladi. Vijdondan ayrilgan bir islom tuproqsiz bir urug'ga o'xshaydi.
Lekin İslamda faqatla vicdan deb qarashga bo'lmaydi. Bu İslamni deb qarash bo'lmaydi. Bu İslamni vijdonga qamab qo'yganlik bo'ladi. İslam sahibining vijdonini, aqlini va irodasini aktiv holga keltirdi. İslam sahibining vijdonini, irodasini, aqlini aktiv holga keltirdi. Sahibinin hareketga o'tishni ve sahibinden hareketga o'tishni ve aktiv yaxshilardan bo'lib, yaxshilikni ko'paytirishni talab qiladi. Xuddi Qur'onning dastlabki mezgilida Muhammad alayhisalomga tur insonlarni Allohning azobidan ogohlantir. Mudassir 2-oyatda deginidek. İslamda fakat bir ideologiya deb qarashga bo'lmaydi. İslamda fakat bir ideologiya deb qarashga bo'lmaydi. İslamning o'ziga xos bir ideologiyasi bor. Lekin İslamni bir ideologiya darajasiga tushirib qo'yg'ili bo'lmaydi. İdeologiya dindan xoli bir qurilmadir. İslam dünyasıga berilib ketishni fitratga yotlashish, İslam dunyoga berilib ketishni fitratga yotlashish deb qaraydi. İdeologiyalarning oxirat tushunchasi bo'lmaydi. İslam baqiy hayot sifatida bu dunyoni emas, oxiratni adres qilib ko'rsatib berdi. İslamni faqat bir siyosiy simvol deb qarashga bo'lmaydi. İslam şekillendirgen musulmonga xos bir siyaset var. Bu siyasetning ana gavdasi tuvandagi 5 nuqtadan tashkil topadi. Birinci, haqiqat, yani tavhid. İkinci, adalet. Üçüncü, mihri şefkat. Dördüncü, layakat. Beşinci, şura. Beşincisi, şura, yani kengaş. İslamda bir siyasi qurulma darajasiga tushirib qo'yish onunğa uval qilganlik bo'ladi. Chunki siyaset manfaatni asos qiladi. İslam bo'lsa manfaatni emas, yaxshilikni asos qiladi. Siyaset zafarni oldingi o'ringa qo'ydi. İslam haq yo'lidagi safarni oldingi o'ringa qo'ydi, qadrli qarindoshlar. Da qilib İslam nima emas degan savolga bo'lgan, nimalar İslam emas degan savolga bo'lgan javob tugida. Endi 3-savol İslamning Muhammad alayhisalom bilan boshlanmaganligi to'g'rimi degan savolga javob berib, shuna bugungi darsimizni tugatamiz, qadrli qarindoshlar. İslamning Muhammad alayhisalom bilan boshlanmaganligi to'g'rimi? İslam Muhammad alayhisalom bilan boshlanmagan. Qur'onga asoslanganda İslam tarixi insoniyat tarixi bilan teng. Hac 78-oyat. Allah bir bo'lganligi va insoniyat bir bo'lganligi uchun insonga berilgan vazifami vahimo birdir. Şuna tunji elçidin ahirki elçigiçe Allah huzurida maqbul bo'lgan dinmo birdir. Maide 3-oyat. Devir ve insanlar cemiyeti qarta bazı ibadetlerde halal ve haramlarda o'xshamasliklar, xosliklar bo'lgan. Ammo itiqad asoslari qat'iy o'zgarmagan. Kur'an'da Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Meryem oğlu Hazreti İsa qatarlıq barlıq elçiler Müslüman deb atalgan. Çünkü barlıq elçiler Allah'a şartsiz teslim bo'lgan ve onun buyruqlarini şartsiz ada qilgan kişiler idi. Qadrli qarindoshlar,
Bugünkü dersimiz müşahede tügüsün kaderli kırındaşlar. Bu bir yeni başlanış. Biz bunun aldıda sizle kitap ötkendik. Bu Kur'an-ı Kerim İslam nime degan bu kitapninki İngilizcesi mi var? Bunun hanzucisinden 2000 tane besip çıktık. Bizninki Minkavhan kırındaşlarımız bu kitapni bizden talep kısa ivetip verimiz, poçta hakkını tülüse. Demek ki vatanimizin sırtıda her qaysı yerge berip okuvatkan ali mektepki yeniden kiygen ballarınki tülüse hansuçu bilidu. Yani belki Uygurçini bilmeydiğalların buluşumu mümkün. İnşallah yoktu. Ama özürleri öğrengen başka pen, başka ilimlerimi Xitay'daki mekteplerde, ali mekteplerde meyli bizim vatanimizde olsun, hansuçu arkalık bulaqlıq. Şuna ben bu başka nurgun derslerini hansuçu arkalık öğrengen. Şuna bu hanzuvan Minkavhan kırındaşlarımız için bu bizimki besip çıkan kitap dünyanın hakikaten yerge ivetip bereleyimiz talep kısanlar. Kur'an-ı Kerim'deki hanzuça mealimi ba Diyanet Vakfı'nınki çıkargan onu ivetip berimiz. Onun da başka Uygursu çıkıp kalsın onu mu ivetemiz? Ama kulağımdaki bayatım kıgan deriz. Siz Kur'an'dan bu sorunu sorap baktınız mı? İslam nime degan kitaptan 3 tane mezmununu birlikte öğrendik kaderli kırındaşlar. Kitabın ahirideki mezmununu ben bir kıtım okuvatay. Men okusam kandarak düşündük ensine. İnsaniyet tarihteki en çok algı ilgileş, cemiyet karakterlik özgürüş ve en kızıkarlık şekilde yeniden şeklini çıkarıp terakki kılmakta. Yeryüzüde İslam'ın düşmanı yok, belki İslam'ını bilmeydiğallar bah. İslam'a düşmanlarca muamele kıgallar, İslam'ın emes Müslümanların düşmanıdır. Bunun sebebi yanılı Müslümanlardır. Çünkü onlar itikadıga yaxşı şekilde vekillik kılamadı. Şuna hal kılışqa tegishlik mesele gayrimüslimlarning musulmon bo'lishi emas, balki musulmonlarning haqiqiy musulmonlardan bo'lishi. Musulmonlar bilan islom o'xshash emas. Musulmonlar bilan islom o'xshash emas. Chunki musulmonlar o'ttirg'i chiqargan islomiy an'ana bilan islom o'xshash emas. Onundan başka İslam bilen tarihi terakkat jarayonida insan kulu arkalık yaratılgan İslam medeniyeti o'xshash emas. Qo'lingizga mana bu kitap İslam nima degan savolga astoydillik bilan javob berishga tirishadi. İslam'a taraftar boğucu roşan bir delil bilen taraftar bolsun. İslam'a karşı turguçuma roşan bir delil bilen karşı tursun. İnsan qaysi pozisiyada bo'lishini qat'iy nazar bilgen asasda meydanını belgilisin. Daim başkalar yani aldığınız akep belgenini ki çişlep təmini üzüt etib bilib ağzını tökep bergenini emas, başkalar çaynap bergen nərsinin təmi yok. Ügünün demek için. Yani insan qaysi pozisiyada bo'lishini qat'iy nazar bilgen asasda meydanını belgilisin. Mana bu maqsadda İslamni bilmeydiganlarga yordam qilishni nishon qilyapmiz. Chunki inson bilmagan narsaning dushmaniga aylanadi. Dünyayı tinch hüküm sürgen, o'xshamasliklar boylik deb qaralgan. O'xshamagan itiqad havuzlari, medeniyet lagerlari bir-birini chetga qoqmagan va shaytonlashtirib, chetga qoqmaydigan bir dunyoda yashash arzusi bilan. Shuningdek boshqalarni o'zininkini to'g'ri ko'rsatish uchun boshqalarni shaytonlashtirishninki o'rni yo'q, qadrli qarindoshlar.
bir narsaning to'g'ri ya xatoligini Qur'oni Karim o'lchab turdi. Alloh subhanahu taolo hükmü bu yerda onun için haqiqiy hükümdür qadrli qarindoshlar. Men boshqalarningki hükmü yoki bilimi yoki boshqa bir narsa bilan hapalashmayman. Biz o'zimiz qilgan narsaga hapalashib shu bo'yicha shu hayotimiz eng og'irgi nafsimiz kelgan bo'lgan arliqda biz qanchalik narsani, qanchalik ish qilib o'rtaga qo'ya olamiz. Shuning bilan avvara shunday qadrli qarindoshlar bizdan mushunchalik qo'limizdan keldigini mushunchalikkan o'zinglar kitobni elib muqovasiga qarablam emas, ishini o'qib baqib, uningdagi binas desanglama, agish uningdagi o'chaqdimi yenilab yetidi vaqtinglar aldırmasınlarını ümid qilma. Skopki ichida bayatin degan masalan Baqara 10-oyat, Ali Imron 10-oyat deb qo'yganlarning hammasi dalil Qur'onga ko'ra islom nima? Shunlashqa bu bir mazhabning yoki bo'lmasa ma'lum bir partiya, ma'lum bir ideologiya, ma'lum bir narsaga vakillik qiladigan nima emas. Qur'on bu ustoz shu dunyoning har qaysi joylaridan yig'ilgan 2000 ga yaqin savolga Qur'oni Karim bo'yicha, ya'ni bir mazhabiy tushuncha yoki nim bo'yicha emas, Qur'on ko'ra bergan javoblari. Chunki shunda qilgan chaqda biz andagi birlikni saqlay olamiz. Bo'lmasa Malikiga ko'ra andaq, Hanbaliga ko'ra mandaq deb tartishib o'tirib, oxiri kelib bir-birimizni o'ltiysak, savob jannatga shuqmay kutib ketamiz deydigan holatga kelib qolmaydi deb biz bu ishni qilyapmiz. Allohning o'ziga omonat bo'linglar qadrli qarindoshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kelar soat inshaalloh Qur'onga ko'ra islom nima degan kitobningki kelar soat o'rganmoqchi bo'lgan savolning ismini deb qo'yay. Kishi qanday qilganda musulmon bo'ladi? İslamda din nimani ko'rsatadi? Dinning maqsadi nima deganni o'rgansak, kunda 3-4 tane savolni o'rgansak, inshaalloh hayotimizga texmi yaxshi ma'nilar kitiladi deb o'ylayman. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Rahmat qadrli qarindoshlarim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.